shinam hovli, keng yer maydoni va tinch qishloq muhiti. Oila bilan yashash yoki kelajak uchun yaxshi hovli uy qidirayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hovlida hozirda 2 xonali yashash uchun uy mavjud. Bu uy hozirning o'zida yashash uchun ham qulay. Keng hovli esa sizga kelajakda yana uy qurish, bog' qilish yoki boshqa rejani amalga oshirish uchun yaxshi imkoniyat. Hudud tinch va osoyishta mahallada joylashgan. Bu esa oila bilan yashash uchun juda muhim omillardan biri. Eng muhim jihatlardan biri kommunikatsiyadan muammosi yo'q. Hovlida suv ham, elektr ham bor. Keng hovli maydoni sababli bu joyni bog' qilish, qo'shimcha uy qurish yoki shunchaki oila bilan keng va erkin yashash uchun ishlatishingiz mumkin. Narxini egalari $60 ming deb belgilashdi. Kelishiladigan joylari ham bor. Joylashuvi esa Bog'dod tumani, Bekobod qishlog'i, Bog'iston ko'chasida, voyenkomat orqasidagi mahallada joylashgan. Batafsil ma'lumot olish yoki joyni ko'rib chiqish uchun egalarining raqamlari shundoqqina ekraningizda. Videoni kelajak uchun yaxshi hovli izlayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.